Aleksandr Mixaylovich Proxorov 1916-yil 28-iyun kuni Atirton shahrida tavallud topgan rus fizigi, kvant elektronika asoschilaridan biri. 2 marta mehnat qahramoni. 1939-yil Leningrad universitetida tugatgan. Ilmiy ishlari paramagnet mazer, ochiq rezonator, gazodinamik va qattiq jismli tezlatkichlar, plazmalar fizika sohalariga oid edi. 1954-yil Nikolay Basov bilan hamkorlikda birinchi kvant generator mazerni yaratgan. U infraqizil va ko'rinadigan nurlanishlarning qudratli lazerini yaratish, bu lazer nurlanishning moddalar bilan o'zaro ta'sirlari to'g'risida fundamental ishlar muallifidir. Katta Sovet ensiklopediyasining 3-nashri. Katta Rossiya ensiklopediyasi bosh muharriri. 1964-yil Nikolay Basov va Charles Towns bilan hamkorlikda Nobel mukofoti laureati. 60-yildan boshlab u turli xildagi lazerlarni yaratdi. 1973-yilda u Pravda gazetasiga akademik Sakharovni tanqid qilgan holda xatida u nomus va vijdondan ayrilgan deb imzo chekdi. Buyuk Rus ensiklopediyasi nashriyoti ilmiy tahririyati hay'ati raisi. Buyuk Sovet ensiklopediyasining 3-nashri bosh muharriri bo'lgan. U fizika ensiklopediyasi va fizika ensiklopedik lug'atining bosh muharriri. 1991-yildan Buyuk ensiklopedik lug'atning yaratilishiga rahbarlik qildi. U lazer fizikasi xalqaro jurnalining bosh muharriri. Surface, Physics, Chemistry, Mechanic jurnali tahririyati hay'ati a'zosi bo'lgan. 2002-yilda 8-yanvarda Moskvada 86 yoshida vafot etdi.